Bizda bitta masalaki o'sha yuk ortuvchini joyida bartaraf qilish masalalari ko'rilyapti. 2024-yil 28-oktyabrda 710 sonli qarorda aytib o'tilgan Norovda foydali qazilma konlarida shu ishlab chiqaruvchilarda tarozi o'rnatish majburiyati yuklatilgan. Bu degani o'sha har bitta karer hududidan chiqadigan avtotransport vositalari normada chiqishi lozim degan jumla. Bugungi kunda mana shu karerlar mavzusi ochildi hozir. Bizda o'sha ichki ishlar ruhiy xavfsizligi bilan birga avtomobil yo'llar qo'mitasi bilan tarozi markazida xodimlari bilan birga o'zimiz tarozi inspeksiyasi bilan birga qo'shma tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklarda o'sha qaysi karerdan chiqayotganligi, qaysi karer o'sha avtotransport vositasiga ortiqcha yuk ortganligini aniqlab Geologiya vazirligi taqdimnoma chiqaryapmizki, demak bu ro'yxat bor. O'sha ortiqcha yuk ortgan karerga vakolati doirasida tegishli chora ko'rishini so'rab taqdimnoma chiqarilyapti. Bu chora nima bo'lishi mumkin? Karer yopib qo'yiladimi, faqat yoki jarima bilan cheklanadimi? Ularda endi Geologiya vazirligining nazorat inspeksiyasi bor. Bular sud orqali o'sha karerni litsenziyasi bo'ladi, o'shani bekor qiladi. Demak, faoliyati to'xtaydi. Faoliyatini to'xtatadi. Ma'lum bir muddatga yoki o'sha toki o'sha qonunni hurmat qilishga tushungan tarozi o'rnatgunga qadar yoki to'g'ri ortgunga qadar to'xtatadi. Shu ishlar hozir bugungi kunda doimiy davom ettirib kelmoqda. Nechtasini to'xtatishga erishdinglar? Nechtasiga chora ko'rildi shuni? Bugungi kunda bir to'xtatilgan, chora ko'rilganini Geologiya vazirligi hali bizga unaqa umumiy ma'lumot bergani yo'q. Lekin biz taqdimnoma chiqarishdan davom etyapmiz. Taqdimnomani birinchisi qachon chiqarilgan edi? Mana shu kareringiz noqonuniy harakat qilyapti deb. 2023-yil noyabr oyida. Oradan 3 yil o'tyapti. Salkam 3 yil, 2,5 yil deylik. Vazirlik nahotki bir enli bir javob xati qaytarmadi. Shuncha karerga nisbatan chora ko'rildi degan ma'noda. Endi javob berdi, rasman ogohlantirdik, shu me'yorida yuk ortishi bo'yicha ogohlantirilganligini. Lekin ogohlantiruvning ham o'zining muddati bo'ladi-ku. Vaj qilgan, keyin tarozi o'rnatishni so'rab, tarozi yo'q karerlarga tarozi o'rnatishni so'rab vaj qilgan ko'rsatmalarini orqali bizga javob yo'llagan. Xo'p, ogohlantiruvni olgan karyer keyin qoidaga bo'ysundimikan, yo'qmikan? Uni kim tekshiradi? Uning nazorati kimning bo'ynida? Endi u ham ogohlantiruv oldi. Bo'ldimi? Shu bilan ish tugaydi? Geologiya vazirligining vakolatiga kiradi bu narsa. 710 sonli qarorda belgilangan Norovda foydali qazilma konida tarozi bo'lsin degan termin mavjud. Bundan tashqari 25-yilda chiqqan Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan eski Damuradagi barcha litsenziyalar Norovda foydali qazilma konlaridagi ular bekor qilinib, yangidan litsenziya olishga majbur bo'ldi karer egalari. O'sha litsenziya olish kerak bo'lgan talablarda me'yoriy hujjatlar talablari ichida tarozi o'rnatish majburiy degan termin mavjud. Ya'ni tarozi bo'lsagina o'sha karer foydalanuvchisi litsenziya olishi majburiyligi belgilangan. Bizda nechta karyer bor hozir? 1765 ta respublikada. Shuning qanchasining tarozisi bor? Shuni 131 tasida tarozi bor hozir. Deyarli 3/2 qismida tarozi o'rnatilmagan bugungi kunda. Tarozi o'rnatish talabi qachon qo'yilgan edi? Mana shu karyerlarga. 2024-yil 19-martda 381-sonli qarori bilan. 710 salkam 2 yil vaqt o'tyapti-da, tarozi o'rnatilsin deb karyerlarga talab qo'yilgan. 342 da ham bir ikkita talablar Tarozi bor. o'rnatish tartib oldin chiqqan. Nazorat qilish tartibi. Xo'p, o'sha salkam 2 yil o'tyapti. Nimaga bor yo'g'i o'sha 100 qanchadirda bor? U yog'ini masalan tarozi olib keling deb talab qilish kimning zimmasida? Kim uni? Geologiya vazirligining zimmasida. O'zining inspeksiyasi bor uni. Mana transport nazorat inspeksiyasi. Mana reydlar o'tkazasizlar, reydlarda o'sha geologiya vazirligidan ham inspektorlar qatnashadimi? Bugungi kunda jalb qilish choralari ko'rilmoqda reydlar davomida. Soliq qo'mitasi vakillarini biz jalb qilganmiz. Chunki u reyd davomida bugungi kunda bevosita karyerdan chiqayotgan yuklar bundan tashqari chiqayotgan, tashilayotgan yuklarning deyarli aksar qismida tovar transport yuk hujjatlari mavjud emas.
223-modda soliq kodeksi bo'yicha. Bu narsa shunga olib keladiki, yashirin iqtisodiyot ko'lami yuqori ayni paytda. Jarimasi ham katta. 100 barobar adashmasam. Har bitta harakatlanayotgan avtotransport vositasida tovar transport yuk hujjatlari bo'lishi majburiy. Tovar transport yuk hujjatlarida belgilangan unda norma yoziladi. Deylik A tochkadan B nuqtaga tovar transportida deylik 01 shu davlat raqamli transport vositasida 30 tonna sement mahsulotlari ortilgan. 30 tonna masalan. Bundan tashqari tovar transport vositasini o'zi texpasportida og'irlik belgilangan. Deylik tigach 12 tonna, pritsep 10 tonna, 22 tonna. 30 tonna yukka 22 tonnani qo'shganda 52 tonna. 52 tonna. O'zbekiston Respublikasi hududida belgilangan norma 44 tonna. Ushbu avtotransport vositasini taroziga chiqarmasdan turib ham o'sha tovar yuk xati asosida bizga jarima qo'llashga asos bo'ladi u. Bugungi kunda nima qiladi? O'sha yuk hujjatlarida tovar transport yuk hujjatida yukni kamaytirib ko'rsatishga soxtalashtirib Kim ko'rsatiladi. shuni soxtalashtirib beryapti? Haydovchi Kim kamaytirib tomonidan beryapti? ko'proq bunday holatlar bizda ko'p uchraydi. Ya'ni o'sha transport Haydovchi o'ziga o'zi yozmaydi-ku. to'xtatganingizda, yo'q qarang, naklotni ya'ni yuk o'sha qog'oz xati oddiy hamma ulardan marketlarda sotiladi. Kvitantsiyasi bor. Ular o'sha Ichini transportasini to'ldiradi o'zi. olib, ichiga o'zlari qo'lida yozib qo'yib, olib kelib sizga ko'rsataveradi. Lekin o'zingiz Demak, u kvitantsiyani to'ldirishni ham demak biror bir tashkilotga yuklash kerakmi yoki unday emas, ko'proq shu chiqargan tashkilot Uni eng oson yo'li mana hozir do'koningiz bo'lsa, har bitta operatsiyangiz pul ko'chirish bo'la bo'lsa, hammasi soliqni bazasida onlayn ko'rinib turadi. O'sha yerga ham masalan, o'sha karierlarga ham soliqni bilan soliq qo'mitasini o'sha elektron bazasi orqali har bitta chiqqan tovarni ana o'sha kirim qilsa o'zi avtomatik ko'p bo'ladi. Yo'q, hozir to'xtang. U kvitantsiyada muhr bo'lish kerak dedingiz. Muhr bormi? bugungi kunda qarang, muhr bor. Muhrlangan kvitantsiyani qayerdan olyapti? Bitta haydovchida o'sha yuk jo'natuvchi tomonidan o'sha yerda olingan bo'ladi. Bitta transport vositasida bugungi kunda bular yo'l harakati xavfsizlik xizmati hamkorligida aniqlanganki, ikkita, uchtalab yuk hujjatlari mavjud. Haqqoniysi kamaytirilganligi bu nima beradi? shu tarozidan qochish maqsadida. Tarozidan qochish maqsadida. maqsadida shu ishlarni qiladi. Men juda ko'p bilamiz, ular bitta shu Toshkent, Jizzax, Samarqand yo'nalishi borganda foydasi 10 million bo'lsin. 10 million. Lekin o'sha 10 million jarimaga to'lasin. Ikkinchi marta o'zi Ertasi kuni qonunga yana amal qilish Qonunga kerak. amal qilsin. Shuning uchun biza zarar yo'liga nafaqat ma'muriy jarima, bundan tashqari kilometr uchun yana jarima jo'natyapmiz unga. Shuni radar tartibida qilish imkoni Iloji bormi bor. ekan? O'sha bugungi kunda Yuki ortiqchami? Radar keladi-ku 100 ga. xuddi shunday. Bugungi kunda 100 ga yaqin hududlar belgilangan. 100 ga yaqin hududlar. Bugungi kunda avtomobil yo'llari qo'mitasi tizim tashkilotlari tomonidan ham VIM tizimida ishlovchi nazorat punktlari inson ommalar aralashmaydigan tarozi punktlari qurilmoqda. Bundan tashqari shu 710-sonli qaroriga muvofiq tarozi o'rnatiladigan hududlar auksion savdolariga chiqarilgan, tadbirkorlar tomonidan sotib olingan. Xalqaro yo'nalishlarda yuk tashish bilan shug'ullanadigan og'ir avtotransport vositalari haydovchilari nihoyatda qonunga amal qiladi, deyapti-da. Ularni ham ishi, bu yerdagilarni ham, sizni ham ishingiz, bu yerdagilarni ham ishi deyarli bir xil-ku. Nimaga bular qonunga bo'ysunmaydi va nimaga sizlar qonunga bo'ysunasizlar? Menga shuni farqini aytib bering. Farqi shundaki, biz O'zbekiston ichidan ortilgan tayyor mahsulot, masalan 40 tonnagacha vazn ortilyapti, 40 tonnagacha. Bu bizdan chiqib ketishda ham nazorat tartibida tarozidan o'tadi. Qozog'istonga kiramiz, nazorat tartibida tarozidan o'tkaziladi. Ana ular keyin ruxsat bergandan keyin yana ketdi. Endi yo'lda onlayn rampa bor. Onlayn rampa qanday? Onlayn rampada siz agar ma'lum bir tezlik bor, o'sha tezlikdan sablidat qilmay o'tsangiz, mana hozir Rossiyada juda ko'p vinograt qilindi. Turkiyada men o'zimni boshimdan ham o'tkazdim. Pustoy mashin bilan tezlikda o'tib ketib $300 to'ladim. Pustoy mashin bilan Taroziga kirmaganligi uchun. taroziga kirmadi hisoblaykan uni.
Rossiyada hozir drakonovskiy shtraflar kelyapti. 1 million rubl. Bizda ham mana shu narsa nazarda tutilyaptimi? Bizda oldin bor edi. Qamchiq dovonida masalan birinchi joriy qilinganda birinchi tushida 1 million 200 qancha jarima edi. Ikkinchi tushida 6 oyga haydovchilik guvohnomasini bekor qilish. Lekin bu narsa ham noto'g'ri-da. Haydovchini tirikchiligi o'sha pravasi bo'ladi. U majbur. Bizda tizim shunday qilinganki, yuk jo'natuvchi qancha ko'p yukini jo'natsa, unga qizig'i yo'q. Shu uchun soliqdan yoshiradi-da, unda hisob kitobi yo'q. Siz yuk jo'natuvchini jarimaga tortish kerak demoqchisizda, to'g'rimi? Yuk jo'natuvchini jarimaga tortish kerak. Unga qizig'i yo'q, yo'l buziladimi, buzilmaydimi? U birinchi qiladigan da'vosi aytadi, UzAvtoyo'l dedi, yo'lda tank yuradigan qilib bersin deb. Anaqa qiladi-da, lekin uni UzAvtoyo'l cho'ntagidan qilib bermaydi. Masalan, rais va boshqasi u davlat budjetidan pul ajratilgandan keyin o'sha 1 kilometr yo'lga 1 million dollar ketsagina u yo'l o'sha beton qoplamali bo'ladi. Uni tushunish uchun on kerak, idrok kerak, o'zini tashish emas uni. Qanchalik ko'p kilogramm ortib, men qanday qilib klientdan pulni ko'proq olsam degan nima emas u. Huquqiy madaniyat tushunayapsizmi? rivojlanishi kerak demoqchilar. Bu ming baribir ham siz o'lchamlar shaxobchasi ko'paytirasizmi, lekin huquqiy madaniyat rivojlanmasa, bu qiyinroq jarayon. Qarang, men xalqaro yo'nalish haydovchisiman. Men o'zimga nima kerak bo'lsa, o'zimni o'zim o'qitganman. Intin. Pajasi o'qitamiz mana kelsin maktablarimizga. Bor maktabimiz. Nimaga xalqaro tashuvchilar tartibli? Mahallada tartib yo'q, og'ir yuk ortadi dedingiz. Faoliyati deyarli bir xil. Deyarli bir xil dedingiz, to'g'ri solib berdingiz. Bular xalqaro tashiydigan haydovchi har bittasi Trans vazirligining huzurida malaka oshirish instituti bor. O'sha yerdan bular sertifikat olmasa chegaradan chiqmaydi. Demak, o'qitilgan bular. O'shaning ichida o'qitilganda darsliklari bor. Yukni qanaqa ortishi, qanaqa madaniyati, taxograf qanday ishlatilishi bitta ko'p mavzular. Milliy tashuvchilarda esa bunaqa narsa tartib yo'q, so'raladigan o'shanaqa sertifikat. Demak, o'shani talab qilishni yo'lga qo'yish kerakdir. Endi uni o'shanaqa sertifikatni yurt ichida yurayotganda ham ehtimol joriy qilish kerakdir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida o'rnatilgan me'yorlar faqat O'zbekistonda emas, bu xuddi shunaqa norma boshqa Yevropa davlatlarida, Osiyo davlatlarida, Amerika davlatlarida ham shu bir xil norma. Ularda ham xuddi shunaqa o'xshash me'yorlar belgilangan. O'qqa tushuvchi og'irlik bor hammasi. O'qqa tushuvchi og'irlik, umumiy massa uchun og'irlik, bu norma faqat O'zbekistonga kashf qilingan ixtiro sifatida bunga qarash nechog'lik to'g'ri men bilmayman. O'zimning shaxsiy fikrim. Bu normalar o'sha qo'shni davlatlardan hammasida kelib chiqib, xalqaro talablardan kelib chiqib bu normalar belgilangan. Bir narsaga e'tibor berish joiz deb o'ylayman. Masalan, o'sha 20 baravar jarimangiz bugungi kunda 8 milliondan ortiqcha summa keltirib tashkil etadi, lekin u yo'lga yetkazayotgan zarari 1 kilometr yo'lni qurish uchun 15-20 milliard pul sarflanyapti 1 kilometr yo'lni qurish uchun. O'sha jarimasi, u to'layotgan jarima bu summani nechadir bir qism foizini tashkil etadi. O'sha avtomobil yo'llarini qurish uchun o'sha qaysidir bir joyda soliq to'lovchilar hisobidan bu yo'l qurilyapti. Yana o'sha yo'lni o'zimiz buzyapmiz. O'zimiz ta'mir talabxonat keltirib chiqaryapmiz. Bitta narsani aytaman, qarang. 6 o'q boshlandi, 4 o'q boshlandi, 3 o'qli 10 tonna deb noto'g'ri ma'lumot berishdiki, tadbirkorlar qaradi, aha, to'xta, fortichka bor. Nima qildi bular? Bular 12 o'qli transport vositasini yasatib olib keldi. 12 ta o'q. Buxorostdan. Uladimi? Ha, ular. Uladi. Ular yana keyin bunaqa kustar ustalar chiqdi, mana Instagram to'lib ketgan, qo'yib beramiz garantiyasi bilan. Lekin o'shani ko'pchilik bilmaydi, u qayta jihoz ga'ini qo'lga tushgandan keyin u masalan YX inspektori qayta jihoz bo'yicha ko'radi. Usta nimani biladi? Hattoki o'sha usta mayli, qo'liga usta. Gap yo'q. Men unga rahmat deyman. Lekin borki, biz moslashyapmiz. Boshida bir inspektor har bir o'qqa 10 tonna degandan keyin 12 ta o'q qilaman, 120 tonna. 1 kilodan bo'lsa buncha pul ishlayman, 10 so'mdan bo'lsa buncha pul ishlayman. Unga qiziq yo'q, 20 ketaveradi, 120 tonna bilan 12 ta o'q, orqasida nima tizilib ketgan uni qiziq yo'q. O'sha tormoz bosganda mashinasi to'xtaydimi, yo'qmi?
12 ta o'qigan bitta kompressor transport vositasida, masalan, Xitoy mashinasi bo'ladigan bo'lsa, bitta kompressor o'sha nechta resivers, taxminan 11 atmosfera deymizmi, 12 atmosfera deymiz, Xitoy mashinasinikini nima bilmayman, bizniki endi ko'proq. O'sha tormozni bitta bosganda zuv etib tushib ketadi. Mana necha marta